Degine, ikimizni ota meyik chaqirib ketgansa, nimga bombatdi? Farizat. Yaxshimi sizlar? Ha, Mo'minga yaxshimisiz? Yaxshi. Ha? Degine nimga bomba? Sizlar obdan bilisizlar. Hozir uyning kayfiyati toza yaxshi emas. Shuning uchun bir yaxshiroq paranglashaylik degandim. Bu masalani hal qilishning birdan-bir usuli Jasur degan ining bog'i opamdan kechirim so'rsin. Biz 300 ming beraylik. Agar biz 3 qarindosh mirosga erishasak, 3 qarindosh har birimiz 100 mingdan chiqarib hammomga berishni qaror qildik. Qanday qaraysa Farizat? Nim dedim? Sizlar mushtum o'ylish bo'ldingmi hamma? Albatta. Hammom bilan karimiz bo'lmas bo'lamda. Xislat. Uning ustiga hammomni o'ylashimiz kerak. O'zing bilsa, hammomning mijaz ashundaq tursa, biz mu qasdan qilmadik. Odamning ochiq kelganda nimalarni demaytaysa? O'g'ishim. Rost. Shuningcha Farizat, hammomga yaxshiroq nasihat qilib qo'ying. Qanday? Men yaxshi nasihat qilmay opamga. Lekin shu Jasurni bek oshiribdi. Opam cho'qira qiyirib qolgan o'xshaydi. Ochiq gaz osonlikcha yanmaydigan bo'lib qoldi. Ha, shu. Mo'minga. O. Hammom sizga bekamroq, gapingizni bekilik oladi. Shuning uchun hammomga yaxshiroq nasihat qilib qo'ying, ha? Nasihat qildi. Ma'qul, chataq yo'q. Unda o'schu, ishkanglar yaxshi hamkorlashib, hammomga nasihat qilib qo'yinglar. Jumi, men mangdim. Nasihat qilamiz. Sizlar, Paranglashib keldi. Rahmat. Shunaq qilib qanday bo'ldi? Shu hammomni qayil qilib, uchsining har birisi 100 ming yuandan pul berdigan bo'ldi. Bu aqlni kim o'ylab topdi? Albatta men. Pa, mening qizim qaltisqo. Bu qatdan mening qizim aqlini joyiga ishlatibdi. Opa, men o'tiq o'rganishlik joylarim ko'pchimi? Sizlar nimani deyishib, nimani planlayapsizlar? Men nim plan qilibdim-a? Qizim. Chiqib turing. Naman, bir ish oldimi? Hey. Emdilik sen Xudolarning yeri ko'zing tikdingmi? Nim davatisiz Naman. Qarang. Shunda obdan yani oddiy bir do'kon qilsa, bu boylikni isrof qilganlik bo'lmamdi. Shuning uchun men Jasurga pul tepishning yo'lini ko'zda qo'ydim. Qizimizni o'ylab, Jasurni ham shunday qildim. Xato qildim ammo. Hey, aqlga muvofiq ish qilsang bo'lmamdi. Ballarimizni o'ylabmish. Senin ko'zing to'ymanda? Nim bo'ldi, men nima ish qildim? Shu qizimizni deb, Jasurni deb shunday qildim. Jasurni deb? Men seni bilmemdim-a. Senin ko'zing Xudolarning yeriga tushibla, o'zing bilmay qolding. Bu nima deganingiz? Men oshdan osh ko'zmi? Mening demak shunchalik qilayotganligimni siz rostini bilmadingizmi? Agar ballarimiz xotirjam bo'lsin desang, Xudolarning ishlariga aralashma. Unda qilsang, ballarning baxtiga sen o'tirib qo'ysan. Ish qilib o'zim bilib bir ish qilaman. Nima? Men seni aralashma dedim, aralashma. Voy, nimda vaqiraysiz? Qulqim og'rib ketdi meni. Yaxshimisiz? Cho'chityaptimi? Ha, yo'q, hech qisi yo'q. Birsini izlamsiz? Siz xislat mudir bo'lsiz-ku deymi? Men shu. Men sizni izlab kelgan. Meni?
Rahmat. Çayçı. Keş oğanı sizni avar kıldım ha. Hiç kısı yok. Ben şu ismini koşup işler atattım. Emse ben gepine gitmeye udul deviri. Devre. Benim sizle dadanlanan mirasını vaz geçanlar. Nima? 5 a'zoyi saq. Yap-yosh 3 farzand. O'ziga tayinib turmush kechirayotgan bechar dadaning uyini talassanglar. Har qaysi to'xtadan ep yetganda bu tas to'g'ri emas-ku deyman. Indavatsiz. Agar sizlarning sirtlarda bunday gaplarni anglag'inglar bo'lsa, dadanglarning narsiga chiqilmay tinch yashang. Siz zodi kim? Bu. Nimadan? Aldı bilan men bir advokat. Undan keyin qolsa dadangizning koni xaridori. Advokat? Dadam sizni advokatlik taklif qildimi? Agar shunday bo'lsa-chi, u chaqda qanday qilasiz? Qiziq. Men advokat. Nima desam shindu deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz advokat efendim. Xislat model. Ben sizga yolg'on gap qilmadim. Ben siz bilan dadangiz to'g'rilib biramchi. Dadamni tilga qo'shib olmang. Dadamning oq ko'ngligidan foydalanib, maqsad tikalda yiqilishib, uningdan foydalanib bo'lmang. Nimish bo'lishidan qat'iy nazar, bu bizning oilamizning ishi. Siz bilan hech qanday munosabati yo'q. Men siz bilan bu yerda paranglashishga mening vaqtim yo'q. Navbat gapingiz tugagan bo'lsa, men sizni ustib qo'yay advokat efendim. Qani, marhamat. Darvaqa farzim xato emaskan. Siz bilan fikrlashish haqiqatan tasga. Biz yana ko'rishimiz. Çocuk! Sizga gapim batdi. Gel. That's not good enough. That's just a lack of concentration. Qaysarqa. Sizlar tog'amning uyini setib pul berishmoqchimi? Ya unda şey yok. Dükkanın iyiydik huquqini. Akam verimiz şu. Hey! Aldık dostmamsa. Vay can. Birdan to'xtatib qo'yib turing. Vay gipaz qiliveringlar ana. Yeah, the gap between these two teams just gets wider and wider. They're too good at the moment. Birdan to'xtatib qo'ying. Vay gipaz qiliveringlar ama endi qizbatli ma bu. Hey! Nima ish qilyapsiz? Vayjon. Nima? Siz nima demoqchi Qaysar aka? Ikkisining nima farqi? Hey, dadam yashnab qoldi. Dadamni so'qmaqsiz o'tamaydi-da. Tog'am ashtaq dedimi? Endi so'qmaq sotmayman, duka ishmayman dedimi Qaysar aka? Dadam undaq demaydi ana. Lekin Nima lekin Qaysar aka, nima lekin? Sizlar o'g'il bolalar bo'lgan odam dadik darmon bo'lmay miras olishyapsizlar. unda gap yo'q. O'ylab boqmamsiz. O'tgan qatim dadamdan beli qayrilib ketgan vaqtda hammamiz shunday ansirdi. Shun o'ylashdik u do'konni salon qilib bersak, dadam o'yib beralaymiz. Undagi pulni bersak bo'lmadimi? Voy Qaysar aka, voy. Sizlar qo'l qo'ydimjimi? Tog'amning bir umrlik qon terini bulab ketyapsizlar. Bu degan bir bulonchilik.
Tüzlük gap qilgan ana, ha? Nima bulanchilik degan? Ey. Baribir ular hamon bir kun dadamni keltisi qolganda, shundami ya? Onun ustiga menga pul lozim bo'lsa, bundoq gap qilgansiz. Shuni men nima ish qilyapsiz? Qaysar aka. Sizga totog'iz mo'yinmi, pulmi? Nin demakchi? Bo'ldi, men sizga gap qilmadim Qaysar aka. Bak umidsizlandim siz. Alimka, kesh o'g'anda kelib qolibsiz. Qararingizni o'zgartgan o'xshamamsiz. Yo'q. Bunda asali o'zgarsam qandoq bo'ladi, ukam? Alimka, men ko'nglingizni tushunaman. Lekin bu arzingiz qanday bo'la? Lekin bir dadining o'z farzandlarining ustidan arz qilishini damalliqqa qabul qilmoq biroz tasrak. Hey Akbarjon. Yashab mush ömrümge kelguncha men balalarimga bir tal chiviqmi ko'tarib boqman adam emas. Faqat ular qanday qilsa to'g'ri bo'lishini o'rgatgandim. Lekin memnuniyatni o'rgatmabdikan. Şoňa men hozir ularning oldida o'zimning qanchalik bir arzimas dad ekanligimni qaytadan tonib qelyapman. Mana hozir ular cho'ng bo'ldi qarang. Qatoq qo'shildi. Aksincha men pulus uchib ketgandek alg'a tushib qoldim. Ichki bilikimning kuchimi qolmadi. Şoňa gerçi kechikkan bo'lsam, sizning yordamingizda ularga eng oxirgi bir soatlik darsimni o'tib qo'ysam, ya'ni memnuniyat va mehr shafqatni o'rgatib qo'ysam. Albatta, bu mening bir orzuyum. Hem bu arzuyumning ularning umrdagi bir yaxshi sovg'at bo'lib qolishini umid qilaman. Sizning yordamingizda ularni bir sayg'itib qo'ysam-mikin deyman. Şoňa menga cho'qim yordam qilsangiz. Alimka, sizga rostdan desam, bu deloda uftish mumkinchiligi ko'p emas. Agar rasmiy sud ichilsa, siz aniqli mag'lub bo'lasiz, Alimka. Tutish tasdiq to'xtaydi. Sizni tunigan, bilgan, urug' tuqqanlaringizdan, xato tushungan odamlardan balkim azar yeyishingizmi mumkin, Alimka. Siz mushloq bardoshlik bera olamsiz. Sizga mushloq nisbatan ideringizda tayyorlik bormi? Pushaymon qilmamsiz. O'ylab boqsam, bundan boshqa amalmi yo'q-ki, afkam. Alimka, bu deloda uftish nisbati 1% kimi bormaydi. Men bu deloni qabul qilsam, ma'qul, Alimka. Sinab boqaylik. Agar sizning balalaringizni cho'chitadigan niyatingiz bo'lsa, men kuchimning yetishicha sizga tirishib moslashib beray. Lekin Alimka, sizning yanimda obdanroq o'ylab beqishingizni umid qilaman. Rahmat, ukam. Bunda qilishimning toza to'g'ri emasligini bilaman. Hem mening da'voda uftish niyatimmi yo'q.
Muşunda qilmasam bo'lmaydi uka. Xotirjam bo'ling aka. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətib erkin çıxırdı. Vay niminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Mən Dilkan Xalqara Sodi çəkiliş şirkəti tajdarlığını alğan At Arzusu filmidəki Polat direktor. Dilkan sizlərə nəmi tayarlığandı? O zadı nemidir? O zadı nemi tayarlığandı? Diqqətiniz ekranda bolsun. Çay içmiş oturalım. Siz sözləng. Ya, siz davran. Ya, siz sözləng. Hamdi. Mujunda qısaq. Vallahi meni sət görüb qalam ya. Alımqa. Qararınızdan endingizmi? Yo'q, Hamdi. Deyman ha. Alımqa. Meningcha balalarınızın kalısı bolsa, ular sizning nima ish qilib shunday qilganligingizni cho'qim tushunib yetalaydi. Tushunib yetadi ha. Men cho'qim tushunib yetalaydi. Meningcha mo tushunalaydi. Alımqa. Amsa telefon qilaymi? Qila. Ams qildim ha? Qilmay turamsiz ya. Alımqa, bu ishda yanada o'zingiz cho'qim bir qaror chiqamsangiz bo'lmaydi. Qilaymi, qilmaymi? Qila. Yaxshimisiz? 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 Yaxshimisiz. Ha. Men advokatlik o'rnidan Akbar. Dadam meni arziymi? Chaqchaq qilmayotgansiz? Ay, bu Nimda o'tsiz Qaysar aka? Qog'am sizni arz qilibdimi? Mumkin emas. Chaqchaq qilmang ha. Cho'qim xato qilgan. Dadam sarangib qoldimi o ya? Nima bo'pti? Uyda bir ish chiqibdimi? Dadam bizni vafosizlik qildi deb sudga ariza sunmoqchi. Nima? Men beriklik kelay. Ay Jasur. Vafosizlik arznoma? Nima bo'ldi? O'zi bir ish bo'ptimi? Yo'qay, shu ozroq ishim chiqib qolgandi. Men Aliyaga tablab qo'ydim. Ish bo'lsa Aliya qilishtirgan bo'ldi. Ruxsat bergan bo'lsangiz. Ha, bo'ldi. Siz xotirjam bo'lib ishingizni qilavering. Ma'qul. Boshqa bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Chiroyingiz bir qismlam. Yo'q. Undaq bo'lsa men tushdan keyin ulgurib qaytib kelma direktor. Mayli, ishingizni qilavering. Xislatdan telefon kelibdi. To'g'ri qildingiz Alımqa. Bugun eng yaxshisi uyga qaytmang. Telefoningizni etib o'ting. Sirtlan aylanib, do'stlaringizdan ko'rishib, kechrak uyga qaytsangizmi bo'ladi. Ma'qul. Nagim boramading. Men aralashadiganlarning hammasi shu bozordagi tijoratchi bolalar. Ular hozir aldirash. Hamisi Alımqa choyxonalarga berib,
choy ichib kelsangiz bo'g'idek. Odatda dam olish kunlarida biror ish o'rinlashtirmadingizmi? Unda ishlarni o'ylashmabdi ekanman. Men shu do'konni ichib, vaqt-vaqtida tamoq yeb, "Vallah, mangdinglarmi?" deb, "Kes keldinglarmi?" deb shularning xo'shallig'i bilan o'tgan odam emasman. Avval bilan ko'rishmoq. Balkim bugun ularning qattiq achchiq kelgan bo'lishi mumkin. Chuqum sizga qattiq tegadi. Ularning maydonda turib aytganda bu ish xuddi ular ochiq havoda chaqmoq chaqandek to'yildi-da. To'g'ri deysiz. Shuncha ishonchli dadasi tarafidan arz qilingandan keyin oshliq bo'ldi-da. Mashunda qilishni qaror qilgan ekansiz. Qattiqroq turing. Hargiz bag'ri yumshoqlik qilmang. Mening teginimdek qilsangizlar bo'ladi odamga. Ma'qul ukam, men ashunga tirishay. Sizni bak avar qildim. Rahmat. Yaqay, nima avarchilik bo'ladi olimga? O'ynagan o'yinimizning muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Rahmat ukam. Ma'qul. Amisi ben may. Bağımsız. Birden oturup bağmay. Ha, elim oturardım. Bağlılar öpkez alsın. Bağlı hoş alın. Cesur, mağdın ya? Yo'q, men hozir uyga bordim. O'tkirchaylik. Ha? Dadam telefon qilsa telefon etikka. Ammam telefon qilsam dadam uyda yo'q deydi. Dadam bizni qasdan qechotandi ya. Ha, ma'qul. Endi sen borgan deyshaydi, ha? Ma'qul. Hay. Ha, acha, keldingmi? Hay, bu dadamning zot nima qilgani? Shunday men nima ish arz qildi bizni? Shuni degina. Jurayman so'rab boqamiz. Acha. Ha, hada keldinglarmi? Ha. Dadamning bizni nima sababdan arz qilganini bildingmi? Bilmedim, şu bilmegach ochiqda yerilib ketayli deb qoldim hozir. Acha, sen xatolab qoldingmi ya? Menda 200 ming so'rabda 200 ming men jigim qo'yim bo'lmasa hozir. Menda 280 ming. Sen az gap qila. Akasini qancha pulga? Nima qancha pulga? Bu 360 mingga. Deganing bilan meditsinani o'qish qashында yuqori. Ha, 8 yillik o'qish puli, praktik pulni qo'shib bir yak bag'da yaxshi. Bizni hozir buni hisoblaydigan vaqtimiz emas. Rostlaysa, buni hisoblaydigan vaqtimiz emas. Oldidanchi dadimizdan bizga nima ish qilishdan muomala qilganligini, nima ish qilsa arz qilganligini so'rab boqaylik. Jura. Fariza, sen bir nima ish qilsa? Sizlarchu, sizlar bir nima ish qilsizlar? Ishlamadinglarmi? Dadamchu, chiqetgan. Nima bo'ldi? Nakatdi, acha dadam nakatdi. Voy chiqetgan, men do'kon qarab tur deganda, shuni qarab turdim. Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Tazim bir ish bo'ldi-da. Hay, Qaysar, sen berib dadamni bozordan izlab boqqin. Balkim shu yerda bo'lishi mumkin. Ma'qul. Men hammomga kirib chiqay. Balkim hammom bir narsa degan bo'lishi mumkin. Ma'qul. Hay, bir ish bo'ldimi? Voy, mana. Oy. Oy. Voy, ha. Amma, dadam nega ketdi? Dadamning nega ketganligini men nima bilmayman. Amma, yordam qilib tepagina. Pek jiddiy ish bo'tdi. Ishlayotgan odam yugrab kelganini qaraganda toza jiddiy ish o'xshaydi. Dadam u, voy g'achchini. Voyjon, voy dadam bizni arz qildi amma. Ha? Hayatning o'zi bir san'at.
vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.